Isajon Sulton, Ma'suma, roman va hikoyalar. O'zbekiston xalq yozuvchisi Isajon Sultonning Ma'suma romani tariximizning jadidlik deb atalgan eng murakkab davri, vatanparvar ota-bobolarimizning yurt ozodligi va xalq hurriyati yo'lidagi fidoyiligi, mamlakat ravnaqi yo'lida amalga oshirilgan ibratli ishlari hamda birinchi o'zbek aktrisasi Ma'suma Qoriyevaning fojiali taqdiri haqida hikoya qiladi. Ushbu asarni yurtimiz tarixidagi qora kunlarning zamonaviy talqini, milliy teatrimizning badiiy tarixi deb atasa bo'ladi. Asarga O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid so'zboshi yozgan. To'plamda yozuvchining keyingi yillarda yozilgan hikoyalari ham o'rin olgan.